Diqqat, shoshilinch xabar. Dahshatli yong'in sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni ham unutmang. Hong Kongda chorshanba kuni tushdan keyin keskin boshlangan yong'in bir necha daqiqa ichida ulkan favqulodda vaziyatga aylanib ketdi. Avvalo bambukdan barpo etilgan qurilish havozalari tutantirilgan, so'ngra alanga bilan qavatli binolarning tashqi qismlari orqali juda tez tarqalgani aytilmoqda. Mutaxassislar aytishicha, yong'in kamida 8 ta imoratdan 5 tasini to'liq yoki qisman o'z domiga olgan. Bu majmuada taxminan 4,5-4,8 ming kishi istiqomat qilishi inobatga olinsa, hodisa ko'lami va darajasi yanada oshadi. Afsuski, halok bo'lganlar orasida o'z xizmat burchini ado etishga urinib, olov ichida yo'qolib qolgan bir o't o'chiruvchi ham bor. Uning jamoasi bilan aloqasi ma'lum bir vaqtda uzilgan, keyin esa og'ir kuyish jarohatlari bilan topilgan. Qolaversa, o'nlab fuqarolar tan jarohat olgan, ulardan 40-60 nafari og'ir ahvolda ekani qayd etilmoqda. Hokimiyat bu fojiaga shahardagi eng yuqori 5-darajali xavf toifasini berdi. Hong Kongda bunday belgi oxirgi bor 2008-yilda qo'llangan edi. Mutasaddilar bu hodisani so'nggi 10 yilliklardagi eng halokatli yong'inlardan biri sifatida tilga olishmoqda. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Rasmiy xulosa hozircha shakllanmagan, biroq alanganing bambuk havozalari va tashqi fasad materiallari orqali g'ayrioddiy tez suratda yoyilgani urg'u bilan qayd etilyapti. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, ayrim aholi hodisadan oldin qurilish ishlari chekayotgani, xavfsizlik qoidalariga beparvolik munosabati haqida bir necha marta shikoyat ham bildirgan. Politsiya 3 nafar erkakni ushbu yong'inga aloqadorlikda gumon qilib hibsga olgan. Hong Kong aholi eng zich to'plangan megapolislardan biri, yuzlab osmono'par binolardan iborat. Ilgarilari halokat yong'inlar ko'p uchragan bo'lsa-da, oxirgi 10 yilliklarda xavfsiz normalarning kuchaytirilishi bu kabi fojialarni ancha qisqartirgan edi. Ammo bugungi voqea yana bir bor qurilish ishlarida nazorat, yong'in xavfsizligi standartlari va shahar infratuzilmasidagi kamchiliklarni kun tartibiga qaytarmoqda. Mahalliy fuqarolar va ekspertlar bu voqeadan keyin xavfsizlik tizimini yanada qat'iy isloh qilish, ayniqsa rekonstruksiya jarayonlarida bambukli havozalardan foydalanish masalasi qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Shahar esa hali ham yirik yong'inlar bilan bog'liq xavf-xatarlardan butunlay himoyalanmagan emasligini yana bir bor his qildi. Hurmatli tomoshabin, videoga o'z izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Biz sizga jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting.